Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kadirlik Facebook'taki dünyanın her kaysi çaylardaki kerindaşlar. Hemenlarınki muşu vakti ve bunun ki vakti iki dünyalığı hayırlık olsun. Men Abdülaziz Beştoğrak kerindişinla İstanbul'dan sizlerge Allah'ın cennet salamı olgan Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu degan salamni berip dersimge başlap ketime qadirli qarindoshlar. Ovozim qanday chiqib o'tibdi, shuni bir anglaydigan. Ovozim yaxshi chiqibdi, qadirli qarindoshlar. Bugun yana shu kitobning ishi bilan biroz aldirashib qoldik. Alhamdulillah, oxiri shu bandrol degan narsani oldik, matbaaga berdik. İnşallah bugün öğrenmekçi olan bunu siz Kur'an'dan bu soruyu sorup baktınız mı İslam nime degan Ustaz Mustafa İslam oğlunun ki Batur Karakallık kerindişimiz tercüme kılan deslepte tercüme kılan kitaplardan birisi. Bu kitapını birlikte öğrenişke başlayımız. Bugün şu 5. Kur'an, Facebook Kur'an halkımız bulu degen bizden burun Uygur qarindoshlarimiz birlikte qilgan Kur'an halkımız yoktu. Ahiri bunu cevap atıp tirishchanlik ko'rish neticesinde bunda Kur'an halklarımızma meydana keldi. İnşallah sizlerning butkul dunyodagi har qaysi joylardagi qarindoshlarım başka mezhep yoki bo'lmasa boshqa siyosiy ko'zqarash yoki boshqa fiqhiy ko'zqarashlarni bir yerga qayirib qo'yib Qur'onni merkez kılıp Kur'an'ı oturumuzga elip qaysi mealdın, qaysi tercümeden okusak uqaylı bizni birbirimizga bağlaydan. Kur'an'daki ayetler sep getizilip birbiri bilen bağlanıp aldıdaki ayet ben keyindeki ayet bir yer kelgen çağda andakin haqiqiy bir o ayetning ma'nosini tushungili bo'lganga o'xshash bizma şu Kur'an ne çördügen halda bir yere kelsek inşallah aramızdaki bağ tehmo birbiri bilen bağlanıp akıl asli bizni birbirimizge bağlaydı. Akıl şu bağlılık için akala neydi? Bağlaydıgan bir neyse asli şu. İnşallah bizni akıl vehiyge bağlayalısa onundan keyin bu akıldan hayır kilidir qadirli qarindoshlar. Yani başka bizning oturumuzga tafriqchilik qiladigan narsalarga belki berilib ketsak, ahiri ziyon tortgan yana biz bulab chiqimiz o'ttirga. Shunlashqa uzun gapning qisqasi musulmon deganimiz o'zining vaqtini zoya qilmaydigan özününki enerjisini gereksiz parçalanışlara ya olmasa dedikodu dep koydu. Bular şu gıybet şikayetlerge emas ahiret ikimizge savap bulduğun bu dünyalımızı cennetke aylandırdıgan birbirimiz bilen hoşgörü muhabbet bilen yaşayalaydıgan haletki keltirdigan narsalarga yani baxtning ochqishiga yani İslamga Kur'an'a inşallah şununla ataydı, şunu olan şoğulunda. Eğer bizim vaktimiz boş kayıp kalsa, onu ne? Şeytan toşkusudur. Şunlaşka biz boş öteşten uzak duruşumuz lazım. Pasif yaxşıdan aktif yaxşıga ötüşümüz lazım qadirli qarindoshlar. Bunu biz aldınqı derslerimizde birlikte öğrenip öttük. İnşallah vaktimiz, iktisadimiz yer verse hac qilishimiz kerak, hac risalesi. Çokunmuş kitapni okunlar demeyimiz qadirli qarindoshlar. Bu biz özümüz yaxshi ko'rib tercüme qilgan kitaplar. Şunlaşqa sizlarga tavsiya qilyapmiz. Agar buni halkımızdan o'qishidan umidni uzgan bo'lsak yoki bo'lmasa
shunda ko'p ahanetlige, shunda ko'p tuhmetlige uchrab qilishimizdan qo'rqqan bo'lsak, yoki boshqalar nima deb qolar, men topdan ayrilib qolamanmi deydigan narsalardan qo'rqqan bo'lsak, bu kitoblarni tarjima qilib, nashr qilib o'tmaydik. İmamlar ve sultanlar bu İmam Ebu Hanife'ninki tarixini sözlep ütüdü bu kitapta. Ondan başka en burun bu Facebook Kur'an halkımızda başlaşımızga sebepçi olan kitap Kur'an suyularının kimliki degan bunu kitap. Bu kitap mu 700 neçe betlik kitap kadirli qarindoshlar. İnşallah bu kitapni mu nashr qilamiz. Qurbetimiz yetsa. Ramazan yazmaları degan kitapni mu bir qarindoshimiz ko'rib berdigan bo'ldi. Ahirgi nusxasi qo'limizga tegsa, ko'rib bo'lgandan keyin tahrirlab etsak, uni mu inshaalloh nashr qilib o'qiydigan qarindoshlarga ivetib beramiz. Ada olsa bugun yine gapni uzatmayli, şu kitapning o'ziga, mavzuning o'ziga kelayli. Biz bu iqra, yani iqra okuma psikolojisi degan doktor Hamdi Kalyoncu, doktor Fikriye Ovaq ustozlarniki yazgan bir qancha nashriyatda nashr qilib taqdirlangan kitap. Şu mushu kitapni o'qishinglarni tavsiya qilaman. Agar mushu kitapni o'qiy deydigan qarindoshlar bo'lsa, ya'ni turkchini o'qib, yani psixologiyalik nimalarmi so'zlarmi bor buning uchun mushu kitapni men o'qiy deydigan qarindoshlar bo'lsa, menga xat yozsanglar, mesaj atsanglar, men sizlarga ivetib beraman. Uningdan o'qigandan keyin onunki bir 10 betlik yerini yoki 15 betlik yerini menga biring, men tarjima qilay. Xolisona tarjima bilan bu kitap nashr qilinsin degan boshqa bir nimada bu kitapning ichki nimasida yeni bir kitap vardı qo'limda, ustoz imzo qo'yib bergan. O kitapda ma'ning ostida o'qimagan bunar debchu yozilgan. Endi bunar degan gap divanglashidi degan ma'noga yaqin bir gap. Şunlaşqa biz aqlliq harakat qilish uchun yoki bo'lmasa texmo yaxshi aqlimizni vahiy bilan qur'onlantirish uchun Qur'onni o'qishimiz kerak. Başqa kitaplarni o'qishimiz kerak. O'qigandan keyin kallamizda bir elgak, Qur'on elgaki paydo bo'lgandan keyin Allah nimani yaxshi ko'radi ekan, nimani yaxshi ko'rmaydi ekan, Allah nimani xohlaydi ekan, nimani xohlamaydi ekan. Undan keyin Qur'on nima debdi? Allah nima debdi degan nima bo'yicha biz harakatlarimizni shunga qarta elib boramiz. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam boshqa ish qilgani yo'q. Omu şu Allah'ın veyisi olan, işide hiç qandaq şek, şübhe bo'lmagan Qur'oni Kerimge chin esiliqliq. Şunlaşqa o başqa hiç qandaq Qur'on oyatlaridan başqa hiç qandaq narsani yozdurmaqliq. Nimişqa? Kilam tuqulidan kilitdi. Amma Allah'ın Qur'oni Kerimini bo'lgan itibar yoki bo'lmasa susluq bo'lib qolmasin yoki bo'lmasa kallasi bu oyatmidi hadismidi deb o'sha chog'dagi xalqninki kallasida bir nima bo'lib qolmasin degan maqsadda shunlashgan ularni yozdirmagan ekan. Bu to'g'riliq boshqa kitoblarni izlanib ko'rsanglar bo'ladi. Shunga andavsi biz buni boshlaymiz. Bu kitobninki tor kitap nusxasini mu nashrga chiqib, nashrdan chiqqandan keyin inshaalloh sizlar bilan yuz ko'rishtirishga tirishimiz. Android telefonlar uchun app kitap nusxasi bor. Uni tor kitap deb izlasanglar Facebookda buni topa olasizlar. Aşağıdan tushirib o'qisanglarmi bo'ladi. Siz Qur'ondan bu savolni so'rab baqdingizmi? İslam nima? Degan bu kitapninki qanday bir kitap ekanligini biz kirish so'z qismida aytgan to'q, ammo bu kitobga qarshi ba'zi qarindoshlarimiz muqobasida ko'rgan bir qancha jumla so'z, bir qancha abzas so'z bilan qattiq chechilib ketdi. O chechilgan gaplarimi dunyoning hamma yeriga chechilib ketibdi. Meni Kanadadan
başqa yerlərdən Avstraliyadan degəndə izdiganlar bağ oldu. Bu şundaq bək gəp sözlər bo'lib ketdi. Bu qanday gəp degan çağda mən düşündürüb qoydum. Yine bazı qarindoshlarimiz hatta siz nimanda qilib ketasiz deganlarga, anda siz bir kitobni o'qib baqdingizmi ustozninki? Uni o'qib baqib, undan keyin to'g'ri gap qilsangiz yaxshi bo'ladi. Siz boshqalarning chaplagan tuhmatlar bilan bu dog' qarasangiz bo'lmaydi degan nasihatlarni qilib qo'ydik, qadrli qarindoshlar. İslamda mundaricide kiriş söz onu sözlep ötken, yani birkaç babba İslam ve iman asasları, onun dinkin mevcudiyet ve insan, onun dinkin İslam'da ibadetle, onun dinkin haramla, onun dinkin aile ve ictimai hayat diyen bablarda 5 babdan tüzülgen. Biz hazır bununki dərsləbki babı olan İslam ve iman asasları degan yerde. Aldığımki derslerimizde suallar cevap tapkan suallarımız bu kitapta qaysı degan çağda İslam nime, musulman kim, nimeler İslam emas, İslamның Hazreti Muhammed bilen başlanmağanlığı doğru mu? Kişi qanday qilganda musulman buludu, İslamda din nimeni ko'rsatadi, dinning maqsadi nima, iman ve mümin nima deganlik buludu. Kur'an'da iman asasları qaysilar, Allah kim, Allah kelimesinin ma'nisi nima, Yahudi ve Hristiyan itiqadidagi ilah tushunchasi bilan Kur'an'daki ilah tushunchasi arasida qanday farq bor? Kur'an Allah'ını qanday sifatleydi, onun Kur'an'daki bazı sifatları qaysi? Tevhid degan nima? Tevhid itiqadı bilen Hristiyanlıktaki teslis dogmaçılık arasında qanday farqlar bor. Bu kısımları şu Avrupa'da yaşayotgan qarindoshlarimiz üçün bir yaxshi foydalanish materiali bo'lib qoladiganligiga ishonaman, qadrli qarindoshlar. İslam'da insanın Allah'a bende bo'lişi nima ma'nini ifodalaydi degan savolni birlikte o'rganib o'tibmiz. Ondan başka farishtalarga iman etishning mohiyati nima? İslamda farishta tushunchasi qanday, Qur'onda shayton kim, kitoblarga iman nimani ko'rsatdi, vahiyning mohiyati nima degan yerga kelib to'xtadik. Qadrli qarindoshlar. Endi vahiyning mohiyati nima bu soatlik darsimizda vahiyning mohiyati nima, vahiyning maqsadi nima, vahiyning real hayotdagi qimmati nima, Qur'on nimani ko'rsatdi, Qur'on qanday kitob degan mazmunni birlikda o'rganib o'tamiz. Vahiyning mohiyati nima degan bu mazmun 32. bab ekan, qo'limizdagi 32. bet ekan. 32. betda vahiyning mohiyati nima? Vahiyning mohiyati nima degan savolga Qur'onga ko'ra ustoz manda javob beribdi. Vahiy bir xabarni söz şeklinde bo'lmagan yushurun ve tiz şekilde hitap kılınğıcısına yetkiziş degan ma'nini bildirdi. Vahiy Allah'ın insanlar bilen sözleşişidir. Vahiy Allah'ın insanlar bilen sözleşişidir. Vahiy insandan Allah huzuruna götürülgen duanın Allah'tan insanga nazil kılıngan daimi cevabıdır. Vahiy ebedi hakikatning fani bilan bağlanışıdır. Vahiy baqi bo'lgan Allah'ның vaqtliq, ajili bo'lgan insonga ko'ngil bo'lganligidir. Vahiy insonning foydalanish kitobi bo'lib,
bir narsaning foydalanish kitobining eng yaxshi shaklda yozuvchi uning ijodkoridir. İnsonni yaratgan ve uning foydalanish kitobini avatib berguvchi Allohdir. Vahiy yangidan barpo qilish maqsad qilingan ilohiy bir plan bo'lib, insonni yer yuzida yaratilish g'oyasiga mos shaklda bir hayot barpo qilsin degan maqsadda tushuncha nuqtasidan yangidan shakllantirdi. Vahiy insonni tuvandagi 4 shaklda qaytadan shakllantirdi. Birinchi hukmlari bilan tasavvurni, ikkinchi tavsiyaları bilan aqlni, üçüncü örnekleri bilan xarakterni, dördüncü bir bütün gavdisi bilan hayotni qaytadan shakllantirdi. Şuna bazı qarindoshlarimiz o'zini o'zgartish uchun, texmo yaxshi inson bo'lish uchun nurg'un kitoblarni o'qiydi. Oxiri Qur'onga o'qishdan burungi tushunchasi boshqacha bo'lsa, Qur'onni o'qigandan keyin haqiqiy tushunish maqsadida o'qigandan keyin uning hayotida bambaşqa bir o'zgarish bo'ladi. Oddiysi mening hayotimda ashuna o'zgarish bo'lgan, bizni ateist qilib tarbiyalagan, ammo biz oliy maktabning oxirgi yilliklariga borgan chaqda haqiqatni, Qur'onni, islomni topdik. Biz islomni, ya'ni Qur'onni o'qish orqali, Qur'onga aloqador kitoblarni o'qish orqali topgan bo'ldik, qadrli qarindoshlar. Shuning bilan hayotimiz boshqacha o'zgardi. Masalan, şu yıllarda biz 92 o'qish kirdik oliy maktabga, 96 bitdik, 2000-yilgacha Ürümchidiman. Şu vaqtlarda biz ammiyada şu Dali Karnegie'ninki kitoblarini o'qish, inson tabiatidagi ortiqchilik va ojizlik, undan boshqa qayg'urmang boturlarcha yashang degandek kitoblar bordi. Şu kitaplardan mesela men o'qigandan keyin tamamen tenhalık içinde bugün degan bir formalarni bizim aldığımızı koydu. Yani o'tmishni deb, o'tmishda o'tib ketgan ishlarni deb sen pushmon qilib qattiq bek o'zingni tugashtirib etma, ishingni yemisin bu mita. Onunkin kelgusini kelgusidagi ishni deb qattiq qayg'urib ketma. Yani sen bugün 24 saat vaqtingni Allah sana bergan shu vaqtingni ushlab, nihoyatda yaxshi tirishqin, inshaalloh tirishqanning nimasini olsa, ajrini olsa deylik. Biz keyin Qur'onni o'qigandan keyin qarasak, Qur'onda bir qancha oyatda ular o'tmishdan qattiq ukunib, kelgusidan bek g'am yeb ketmaydi degan ba'zi oyatlar borkan. Demak, biz Qur'ondagi o'sha oyatni anglagandan keyin, o'qigandan keyin shuning bilan asli bizniki kommunist ustozlarimiz bizning mingimizga yuvatgan bu Qur'on to'g'riliq xato ko'z qarashlar, dunyodagi qanday olim yoki bir romanninki en ahırda yekunini bir cümle yakunmasa ma'lum bir paragraf egallaydi, qadrli qarindoshlar. Şu Qur'onning bir oyatiga tankapdi meni bu odamning degan gaplari, butkul hayoti. Yaponiyaga bordim bu qatim, hozir kamgacha Dali Karnegie'ninki kitoblari to'tiya qilinib, setilib etibdi, o'qilib etibdi. Ammo Dali Karnegie degan odam shunchalik Uyg'urlarning ishini shuhrat qozonliq Carnegie Institutu deb Türkiye'de mi var, başka yerlerde mi? Bağımdı çünkü. Aşında yapılarını mı şunda alkışığı erişken aşı adam ömrünün ahırda yüzünü öldürvakallık doğruluk bir malumat ne? Ben bir ustazdın ki Saudi Arabistanlık bir ustaz, ben ismini unutup kaldım. İngilizce ismi Enjoy Your Life diyen kitap, yani hayatından behre al degan kitap. Bu kitapni Arapçadan Mısır'daki balla tercüme kıldım, iş kılıp şu bir torbetide, qaysi torbet isimdi yok. Muş kitabını tercüme kılıp atkan. Şu kitabının kiriş sözü de aşağıdan deydi ki,
Moşo Dali Karningning moşunda qattiq danglab nurg'a adamni o'qiydigan uni kitibini shuningki o'zini o'ltirib olganlik to'g'riliq. Yani musulmonlarning ishidimi buning taqibchilari, buningki kitoblarni o'qiydigan odamlar bek ko'p. Moşunda hayotni ma'nilik yashashni o'rgatgan moşunda adam oxiri kelib hayotidan umidini uzib, o'zini esilib o'lib olgan bo'lsa, bu bir xatarlik ish. Shunlashqa men islomiy ko'z qarash bo'yicha moşo kitobni yozishimga ashidamning o'limini anglagan Aşı sebep, aşı sebep buldu. Şoňa men bu kitapni yazdım deydi. O kitapma Saudi Arabistan'daki şu Darus Salam dep İslami kitaplarını tercüme kılıdığan İngilizce bek köp. London'da, Şangay'da her kandak yerde bununki tarmak dükkanları var. Hatta men Türkiye'den muşunu qıpaqay dep oylagan mı boldum ama biraz Selefi nime ig'irroq bo'lg'achqa men keyin o qarashimni o'zgartdim. Hozir qilayotgan ishimiz meni bu Qur'onni markaz qilgan narsa. Shunlashqa kitoblarni o'qisak bo'ladi, ammo Qur'onni o'qigandan keyin biz debchi yoki tishimizni tishlab nimishqa burunlab barmoqimizni tishlab qiladigan ish bo'ladi. Nimishqa burunroq o'qimagandim bo'la debchi. Demak, shuningdan keyin men 5 namazda başlagandan keyin Qur'onni 20 yilning ichida yoki 1 yilning ichida 3 qatim tarjimasi bilan birlashtirib tarjimasi bilan o'qidim, qadrli qarindoshlar. Shunlashqa bir insonningki to'g'ri xatoni farq etishga hammadan bek yani nur deb Alloh uchun atagan bu Qur'on kitap Qur'on yani vahiy bo'lgan ishida hech qanday shak shubha bo'lmagan bu kitap eng yaxshi yo'ritquchi, yetakchi, hidoyat rahbari bo'ladi qadrli qarindoshlar. Şoň buningda shak shubha yo'q. Vahiyning mohiyati nima ekan desa, birinchi hukmlari bilan tasavvurimizni, ikkinchi tavsiyalari bilan aqlni, uchinchi o'rnaklari bilan xarakterni, to'rtinchi bir butun gavdasi bilan hayotni qaytadan şekillendirdi depti. Demek doğru deptim. Vahiy qaysi şekilde keladi degan bir savol tug'ildi. Bu savolga Qur'on Shura surasi 51-oyatda tuvandagi 3 yo'l bilan kelgan degan javobni berdi. Birinchi, tuyuqsiz şekilde inson diliga silingan bir ilham yo'li bilan. Ma şeyhlarning, gavslarning yoki boshqa adamlarning yoki shoirlarning nimasiga diliga silingan ilham bilan emas. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning elchining. İkinciden bir perde arkasından kelgan. Allah razı olsun dedim qarindishim. Yani ikinciden bir perde arkasından kelgan. Musa aleyhisselam ilahi kalamni tunji qatim anglagan vaqtdagi daraxt mana bu perde rolunu oynagan. Qasas 30. ayet. Üçüncü, vahiy periştisi Cibril arqali kelgan. Mana şu 3 yol bilan. Birincisi ilham bilan, yani peygamberning qalbiga ilham bilan. İkincisi bir perde arkasından. Üçüncüsü vahiy periştisi bo'lgan Cibril arqali kelgan deyilibdi. Onda bo'lsa vahiyning maqsadi zaten nima? Vahiyning maqsadi İnsan merkezlik hayat, yani insan, ben bir insan, sizin bir insan başkalamı şu. İnsan merkezlik hayat, iman merkezlik insan, bilim merkezlik iman, hakikat merkezlik bilim berpa qilish bulup, hakikatning merkezide bir süpti el-haq bo'lgan Allah yer almakta. Vahiy insonni hayotning ulug'i bo'lishdan qutuldirib, uloq deymiz biz. Uloqqa yenbadingmi deymiz. Uloq degan shu biz minadigan minak deb qo'yamiz. Hayotning chavandozlig'idir. Ya'ni vahiy insonni hayotning ulug'i bo'lib qolishdan qutuldirib, hayotning chavandoziga aylantirdi. Vahiy insonni mal-mulkning quli bo'lishdan xalos qilib, mal-mulkka şahit kılıdı. Vahiy insanni şeylerinin g'ujusi,
Allah'ın bendisiga aylandırdı. Yani şeylerinin gocisi Allah'ın bendisiga aylandırdı. Yani gocudar, gocisi degan qanday narsa, tasarruf qiladigan narsa shuni. Ishiltirgan narsa. Ondan kim? Vahiyning real hayotdagi qimmati nima degan savolga qanday javob beribdi degan chaqda vahiyning real hayotdagi qimmati insonni o'z nafsi va ozdurg'uchi shaxsiyatchilikning quli bo'lib qolishdan saqlash, aql va irodasini to'g'ri va to'liq ishlatish imkoniyatiga ega qilish bo'lib, bularning amillashishi uchun birinchi vahiy insonga belgili cheklama qo'ydi va yaratilish g'oyasini o'rgatadi. Inson bu cheklamalar soyasida gangirashdan xoli bo'ladi ve en yukarı hükümranga to'liq bo'ysunishdan algan bir ichki huzurni his qiladi. Bu insonning mavjudlik andishisiga berilgan javobdir. İkinci, vahiy insonga imkoniyatlarini ve ajizliklarini ko'rsatib turdi. İnsan vahiy aynigida o'zini ko'zitadi ve o'zini tanıydı. Özünü tanıgan, özünü bilidi, özünü bilgen, Rabbini bilidi. Üçüncü, vahiy insanga Allah'ını tanıdı. Allah'ını tanışının iki yolu var. Birincisi, onun sözü boğan vahiy, ikincisi, onun eseri boğan tabiat. Vahiy bizge fakat söz arkalık Allah'ını qandaq tanıydıqanlığımızı öğütüple kalmasın, tabiat dünyası arkalık mı Allah'ını qandaq tanıydıqanlığımızı öğütüdü. Bu sebepten söz boğan Kur'an'ını teşkil kılgıcı parçalığa bəgən ayet körsetgüç atalgısını tabiatını teşkil kılgan şey ilagimi işletidu. Dördüncü, vahiy insanga insanın tədqiq qilish yolu bilen bilmeydiğen gayib ve baki alemni tanıştırdı. Mevcutluğu insan idrakidin halkıgan bir taraf, yani gayibnin barlığı mutlak. Bu taraf hakkında insan bilmey turup söz kılsa her xil suistimalga yol açıdı. Hurapat ve batıl itiqad peyda kılıdı. Bu bir xil yalgan metafizik bulup, gayib hakkındaki malumatның birden bir mənbəsi Allah'tır, şeyhlarımız. Çünkü onun ilmi insan idrakidin halkıgan gıyabi məxluqlarını mı öz içige alıdı. Yığınçaqlığında vahiy Allah'ın insan idrakidin halkıgan hakikat, yani gayibler hakkındaki malumatını bizge yetkizdiğen ilahi mənbədir. Yani bir yerdeki vahiy deganimiz Kur'an. Yani Kur'an'dan başka vahiyni biz demeyivatimiz. Yani Kur'an nimini görüstüdü? Kur'an daim okuladigan, ma'nisi cheksiz bo'lgan, o'qish bilan ma'nisi tugab qolmaydigan deganlikdir. Kur'an lafzi bir qatim, ma'nisi sonsiz. Yani Kur'an lafzi bir qatim, ma'nisi sonsiz qatim nazil bo'lgan ilahi kalam bo'lib, Kur'an üçün o'tmish zaman shakli bilan o'qib tugatdim degili bo'lmaydi. Çünkü Kur'an'ın ma'nisini o'qib tugatgili bo'lmaydi. Her elçiga berilgan mo'jiza öz davriga ve makaniga hitap qilgan. Kur'an'ın ulardan farqi bütün zaman ve makanga hitap qilgan tirik mo'jiza ekanligi bo'lib, yeryüzünün bu yoki shu qismida Kur'an'ın o'zgartguchi ta'sir kuchi sababidan hayotini yeniden şekillendirgen sanoqsiz ayol ve er kişinin mevcut buluşu bunun en çoğ delili.
insonni o'zgartirishning, ko'nib qolgan odatlaridan voz kechgizishning, hayot shaklini tubdan o'zgartirishning qiyinligi nazarga ilinganda Qur'onning eng cho'ng mo'jiz ekanligini ko'rib olib bo'ladi. Qur'on beshi arishda oyig'i ziminda bo'lgan bir kitob bo'lib, uning beshi ma'nini, oyig'i labzni temsil qiladi. Qur'on yozilgan bir tekst shaklida emas, so'z shaklidagi bir xitob uslubi bilan Rasulullohning qalbiga Allah tarafidan vahiy farishtasi Jibril orqali nozil qilingan. İlahi vahiy xuddi bir el-xatning kompyuter ekranida ko'ringanidek Allah Resulü'nün ko'ngil ekranida namoyon bo'lgan. U yerdan kalima va jumlalarga aylanib, elchi orqali insoniyatga yetkazilgan. Qur'on qanday kitob? Ya'ni bu yerda bayatın dedi bir insonni tubdan o'zgartira oladigan, ya'ni birdan bir eng etkili deb qo'ydi, eng ta'sirli bo'lgan, eng kuchli bo'lgan kitob. Masalan, ben sanab bersem hazır, men shu Qur'onni o'qib yurib, onunki haqiqiy musulmon bo'lgan. Masalan, Cat Steven degan bor, Yusuf Islam hozirgi ismi. Ondan başqa yine kim Malcolm X var. Yani onun şu hayatını özgürtüdüğün bir kitabının bağlılığını bilgen bir insan neme şunun okumaydı, aynı bir kitabını bilgen boss onu okuydu diyen ma'nidagi bir gipi var. Malcolm X'nin. Ondan başqa yine mesela Yusuf Istis diyen adam. Bir Mısırlık musulmanni adamni Hristiyan kılımından yürüp musulman bolup ketgende Qur'on sebebidir. Yani Qur'onning hech qanday boshqa bir versiyoni, boshqa bir nashri bo'lmaganligi, o'zining Injilining bir qancha xil nusxasi borligi tufaylidir. Onundan keyin yine biladigan, yine kimlar var hozir naq esimga kelmadi. Nurg'un adam Qur'onni o'qib, musulmon bo'lgan. Masalan, Shayx Zindonininki ishlagan bir nimasi bormi? Aşınonda mı köysanglar nurg'unlagan olimlarninki tadqiq qilish jarayonida Qur'onning bir mo'jizaviy oyatlari orqali iymon etganligi qayd qilindi. Qur'on qanday kitob? Qur'on Mekkada kishilar Al-Amin deb atagan Abdullah o'g'li Muhammadning tafakkur qiladigan diliga yani miladi Qur'on Mekkada kishilar Al-Amin deb atagan Abdullah o'g'li Muhammadning tafakkur qiladigan diliga, yani zihniga miladi 610-yili nozil bo'lishga boshlagan bo'lib, tunji qatim Hira g'orida nozil bo'lgan. Qur'on tunji qatim nozil bo'lgan joy bugunmi shu peti mavjud bo'lib turmoqda. Qur'onning nozil bo'lishi taxminan 23 yıl davam qilgan bo'lib, Muhammed aleyhisselam vafot bo'lgan miladi 632 yilida to'xtagan. Muhammed aleyhisselamning vafot bo'lgan to'xtagan. Qur'onning tamomlanishi bugun sizlarning dininglarni butun qildim, ne'matimni tamomladim. Maide 3-oyati bilan xabar bergan. Allohning dinini, yani o'zi qachon butun qilib ketgan? Aşı Peygamber Aleyhisselam'a en ahir qatim nazil bo'lgan ayet orqali, yani dininglarni islom qilib tanladim. Bugun sizlarning dininglarni butun qildim, ne'matini tamomladim degan. Shunlashqa o Qur'onda kam kutusiz bir narsa yo'q. Shunlashqa boshqa bir narsa bo'lmasa yana bo'lmaydi yoki bo'lmasa Qur'onni tushungul olmaydi deydigan xato ko'z qarashlardan voz kechishimiz kerak. Qur'on her biriga sure ismi berilgan 114 bölümden tashkil topadi. Bu bölümlerning temalari nozil bo'lgan mazgildagi voqealarga mos holda farqlanadi. Her surening tashkil qilgan ma'no bo'laklari oyat deb ataladi.
oyatlardan tashkil qilingan qism najm deb ataladi. Qur'on tunji qatim yozma bir tekst shaklida emas, so'zlik shakldagi xitob uslubida nozil bo'lgan. Muhammad alayhissalom ularni vahiy kotiblariga yozdirgan. Muhammad alayhissalomning vafotidan keyin bu yozma parchalar yig'ilib, tuplanib, kitob holatiga keltirilgan bo'lib, bu kitob mushaf deb atalgan. Bugun nüfusi 2 milyarga yaqinlashgan islom dunyosida barliq musulmonlar o'xshash bir kitob Qur'onni o'qiydi. Gerçi musulmonlar o'xshamagan mazhablarga bo'linib ketgan bo'lsa-mu, hammasining qo'lidagi Qur'on o'xshash. Tarix jarayonida va kunimizda Qur'ondagi ba'zi oyatlarning tushuntirilishida, tushunishda o'xshamasliklar o'ttirg'i chiqqan. Qur'onning nozil bo'lishi 2 bosqichga ayriladi. Birinchi Makka davri va da'vat Qur'oni. Bu mezgil elçilikning 1-yili bilan 13-yilini o'z ichiga oladi. Musulmonlarning o'qituvchilar shaklida yashagan mezgili bo'lib, bu mezgilda nozil bo'lgan suralarning xarakter aloyligi balog'atning ma'nining oldida turishidir. Oyatlar qisqa ve tavuş maslashchanligi nihoyatda ro'shan. Asosan axloq va e'tiqod asoslari temi qilingan. Bu mezgillarda nozil bo'lgan Qur'on da'vat Qur'oni edi. Ikkinchi Madina davri ve davlat Qur'oni. Muhammed alayhissalomning hijrati bilan boshlab vafoti bilan oxirlashgan 10 yillik bir mezgil bo'lib, hokimiyat ve davlat mezgili edi. Bu qatim ma'na balog'atning oldiga qo'yilgan bo'lib, oyatlar uzun ve tafsili bo'lgan. İbadet ve kanun belgelerinin mutlak köp kısmı bu mezgilde nazil bo'lgan. Bu mezgilde nazil bo'lgan Qur'on davlat Qur'oni idi. Ondan keyin yeni bir mazmunni qistirib qo'yib, bugungi darsni tugatili. Qur'on ana temi jihatdan nimalarni o'ziga olgan degan chaqda Qur'onning ana temilari tuvandikidek 5 to'g'ri. 5 mazmunni o'ziga olgan. Birinci axloq, ikinci aqida, üçüncü tarihi misallar, dördüncü ibadetler, beşinci şəxsi ve ictimai muameleler. Birincisi nimiken axloqkin. Özü musulmandikin axloqsız insanlar köp qom. İkincisi aqida, üçüncüsü tarihi misallar, dördüncüsü ibadetler, beşincisi nimite şəxsi ve ictimai muamele kaideler. Demek Qur'on ana temi jihatdan mana shundoq 5 mazmunni o'z ichiga oladigan. İnşallah kelar soat Qur'on nima uchun bir temidan yana bir temiga otlaydi. Qur'on Allohning so'zimi. Undan keyin Qur'onning muhofaza qilinishi uchun qanday ta'birlar ilingan. Qur'on vahiy keyingi avlodlarga qanday yetib kelgan. Ayet ve sürülerinin bir tertibi var mı? İslam'da akılın orni diyenini ona kayıta başka mezmunda. Yani akılcılar, bula akılge işinidu, akılge çokunudu deydik Allah var mesela. Ama Kur'an akılge kanda hürmet kılıdiken, bizden aklımızda kanda işitişini buyurudiken bu doğruluk. İkra okuma psikolojisi degan kitobni o'qisak, jiq ma'lumotlarga erishimiz. Qur'onning o'zini o'qisakmi, nurg'un yerda aqlingni ishlatmamsizlar deydi. Aqlini ishlatmagan eng nachar hayvon deydi shu. Ana o'zi Qur'on suralarining kimniki degan mono kitobni o'qishinglarni tavsiya qilaman. Bu kitoblarni dunyoning har qaysi joylarida qarindoshlarimiz talab qilganlarga etib berdik. Ramazan iyi ya 14 gün qilib qoldi Ramazan boshlanishga. Shunlashqa tayyorliqlarni nihoyatimi obdan qilishinglarni tilayman. Bugun ney kelibdi degan chaqda 37-betni tugatibmiz. Bu kitap 222 betlik kitap qadrli qarindoshlar. Demak 3'ten qancha qismi 5'ti biri. Diyedek tükepti, qadrli qarindoshlar.
Şunlaşqa 6'da 1 desek buludu eken. İnşallah Ramazangacha tükütetemiz. İnşallah bugün 5. ders bolgan bolsa, keyinki derslerde biraz mazmununu köpeysek, belkim tez tugep ketishi mumkin. Maqsad tez tugetish emas. Sizlarga buni so'zligach, meningmi yaxshi texim yana bir qatim o'qib, bu kitobdan texmo yaxshi ma'lumotlarni elish, qadrli qarindoshlar. Mening maqsadim boshqa emas. Mening maqsadim faqat Qur'onga bo'lgan bu susluq, Qur'onning oldini to'sib olgan to'saqlarningki biroz bo'lsin ichilib, Qur'onningki güzel jamalini, Qur'onni o'qishni. Men masalan damolimnikini o'qinglar. Başka ustazlarnikini o'qinglar. Hanzuchi inglizchani o'qinglar, qadrli qarindoshlar. Qur'onni tushunib o'qish orqali hayotimizda boshqa bir o'zgarish qilaylik. Demakchi, meni to'g'ri tushunishinglarni, bizni to'g'ri tushunishinglarni umid qilamiz. Allohning o'ziga omonat. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.